uy qurayotganda niyat shu. Niyat o'zim, oila a'zolarim, bola chaqalarim yaxshi bir yashab, Allohga shukrona keltirib, ibodatini o'rniga qo'yishimizni nasib etsin. Maqsad shu. Allohning ibodati uchun yaxshi bir joy tayyorlab olaylik. Allohning bergan ne'matlariga shukr qilish uchun qulay bir maskan qilib olaylik. Shu qulay maskanda yaxshi yashab, Allohning ne'matiga shukr qilib, ibodatimizni o'rnida ado qilaylik degan niyat bo'lgan. Mana shu narsalar hozirgi kungi mo'min musulmonlarning ongida ham doim turishi kerak. Alhamdulillah, oxirgi yillarda bizda ham turar joylarni chiroyli bo'lishi, qulay bo'lishi, ibodatga mos bo'lishi ancha yaxshilanib, xayr barakaga sabab bo'lib qoldi. Bir-biridan ko'rkam yaxshi imoratlar, hovli haramlar qurilyapti. Lekin shu bilan birga doim esimizda turish kerakki, bu narsalar faxrga olib bormaslik kerak. Kim o'zarga aylanib qolmasligi kerak. Boshqalarning ko'nglini sindirish, islom odoblariga zid holatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'lib qolmasligi kerak.